Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, Zohid Mirzayev kanaliga xush kelibsizlar. Ha, rostdan ham bir kunda tiklasa bo'ladi. Nima sababdan deganlaringga, bu devorlar tayyor, bitgan holatda keladi. Tipa konstruktor bo'ladi. Pastidan qatiriladi, tepasidan qatiriladi. Shu proseslar tez bitgani uchun bir kunda tiklasa bo'ladi. Mana devorni montajiga ham obvязкamiz tayyor. Obvязкamiz o'sha 200 lik taxtadan bo'ldi. Antiseptik qilganmiz. Nimalar bo'ldi batta desangiz? Qora qog'ozni ichida pakla degan narsa mana. Tushunganlar bo'lsa kommentariya yozib ketasizlar. Ichida pakla, X sloy qora qog'oz, ustiga bu taxtani qo'yib turib, ankerda qatirib chiqqanmiz. Endi devorni montajiga, tagiga mana jut ketyapti. Ustiga xudo xolasa devor qo'yiladi. Devor nimadan deganlarga mana bu devorimiz bo'ladi. Batta har xil razmerda bular. Balandligi 4 metrligi bor, balandligi 2 nechi ham bor. Xo'p, buni qalinligi 14 sm, 14 sm bo'ladi. 4. Ichidagi taxtasi, buni tuzilishini aytib bersam, karkas, polni taxta aylanasiga o'ttadan ketgan, mana qizil bo'lib ketyapti ko'rayotgan bo'lsanglar, belvoqlari bor. O'shaga. Ichida утеплители bor, invertor. Taxta o'sha antiseptik bilan обработка bo'lgan, o'shancha qizil bo'lib turibdi. Qurigan stroginli taxta ishlatilgan. Ikkita tomoni paralizolyatsiya. Bu tomoni ichki tomoni bo'lsa, orqa tomoni 10 daqiqa qora bo'ladi mana. Izospandan bo'ladi. Tashqi bu fasad tomoni. Bunga keyinchalik yana o'sha video davomida kuzatsalaring, решеткаlar to'qilib, fasad to'qiladi. Xo'p, bo'lmasa montajni boshladik. Montajni boshlayapmiz. Katta usta o'g'lam qo'yadi. Shantajchi bu. Tashjoyni qoldirib. Montaj bir kunda bo'ladi. Montajda mashinani tikalab qo'yasiz. Bu как бы konечный montaj bo'lmaydi. Oxirgi montaj bo'lmaydi. Bundan keyingi yana prosesslari bor. Uni yana ham mustahkam qilib qatirish,
yo'llari bor. O'sha birma-bir, etap ketaveradi qatirish nimalari. Devor mustahkamlashib boraveradi kundan kunga. Endi yuringlar, men sizlarga ichkarini tanishtiraydi. Qanaqa holatda yig'iladi, qaysi tomondan qatiriladi? O'shalarni birma-bir aytib o'tib ketsam, mana qatiydigan joyi mana pastda bo'ladi. Pastda mana bu tomondan miqqa qilgan. Tevada mana hamma devorni bitta qilib ko'rgan bo'lsangiz 6 metrlikdan ikkita bunday taxtani qoqib qo'yganmiz. Har bitta devor tevasidan qatirilgan. Bir-birlarini ushlab turibdi hozir. Endi ertaga prosesslari o'sha bir qator hammasini choklarini qatirib chiqamiz. Bir qator o'sha kamchiliklari bo'lsa, kamchiliklarni. Endi bu fasadi ham, ichkarisi ham tayyor bas. Mana shu video davomida bizning videolarimizni kuzatib borsalaring, ichdagi o'sha afishkalar nimadan bo'ladi, tashqi fasadlari nimadan bo'ladi, hammasini birma-bir qo'yib borishga harakat qilamiz. Qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozamiz. Imkon qadar javob qaytarishga har birlaringga harakat qilamiz. Like bilan bizni podдержка qilib turinglar. Kanalimizga yangi bo'lsalaring, podpiska tugmasini bosib, like ayamaysiz degan umiddaman. Sog' bo'linglar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar.